Bismillahirrohmanirrohim. Qazo bo'lgan namoz birinchi o'qiladimi yoki vaqti kirgan namozmi? Savol. Qazo bo'lgan namoz birinchi o'qiladimi yoki vaqti kirgan namozmi? Masalan, bir kishi peshin namozini qazo qilib qo'ydi. Shu odam asr vaqtida birinchi qazo qilgan peshin namozini o'qiydimi yoki asr namozini o'qib bo'lib keyin qazo bo'lgan peshinni o'qiydimi? Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kishi ahli tartib bo'lsa, ya'ni zimmasidagi qazo namozlari 6 mahalga yetmagan bo'lsa, bunday kishilar qazo namoz o'qishda tartibga rioya qilishlari kerak bo'ladi. Misol uchun ahli tartib kishi bomdod namozini qazo qilib qo'ysa va shu bomdodni o'qimasdan peshin namozini o'qisa, peshin namozi durust bo'lmaydi. Chunki bu kishi ahli tartib bo'lgani uchun namozlarni o'qishda ham tartibiga rioya qilishi kerak edi. Ya'ni birinchi qazo qilgan bomdodni o'qishi va keyin peshinni o'qishi kerak edi. Qazo bo'lgan bomdodni o'qimasdan peshinni birinchi o'qib qo'ysa, o'qigan namozi bekor bo'lib, bomdodni qazosidan keyin yana peshinni o'qishi kerak bo'ladi. Ahli tartib kishi vitr namozini ham rioyasini qiladi. Ya'ni vitr namozini qazo qilib qo'ysa, uni o'qimasdan bomdod namozini o'qishi durust bo'lmaydi. Hatto bunday paytda bomdodni jamoat bilan o'qishi ham durust bo'lmaydi. Albatta birinchi qazo qilgan vitr namozini o'qib, keyin bomdodni ado qiladi. Al-Muxtasar fil Fiqhil Hanafi kitobida ahli tartib kishi haqida shunday deyilgan. Agar kishining qazolari 6 namozdan kam bo'lsa, bunday kishi qazo namozlar bilan vaqtida o'qiladigan namozlarining o'rtasida tartibga rioya qilishi vojib bo'ladi. Ya'ni vaqti kirgan namozni o'qishdan oldin qazo qilgan namozni o'qishi lozim bo'ladi. Agar qazo qilgan namozni o'qishdan oldin vaqti kirgan namozni o'qisa, vaqtidagi namozi durust bo'lmaydi. Shuningdek, bunday ahli tartib kishiga qazo qilgan namozlarni o'qishda ham tartibga rioya qilishi vojib bo'ladi. Masalan, bunday: kishi bomdod, peshin, asr va shom namozlarini qazo qilsa, birinchi bomdodning qazosini, keyin peshinni, so'ngra asrni va oxiri shomni qazosini o'qiydi. Agar mabodo bomdodning qazosidan oldin peshinni qazosini o'qib qo'ysa yoki peshindan oldin asrning qazosini o'qib qo'ysa, durust bo'lmaydi. Balki peshin va asrni qazosini qayta tartib bilan o'qishi kerak bo'ladi. Agar kishi ahli tartib bo'lmasa, ya'ni zimmasidagi qazo namozlari 6 mahalga yetgan bo'lsa yoki undan ham ko'p bo'lsa, bunday kishi ahli tartiblikdan chiqadi va vaziyatga qarab, xohlasa birinchi qazo namozini o'qiydi, xohlasa vaqti kirgan namozni birinchi o'qib, keyin qazo namozini o'qiydi. Bu haqida Al-Muxtasar fil Fiqhil Hanafi kitobida shunday deyilgan. Agar kishining zimmasida 6 yoki undan ortiq qazo namozlari bo'lsa, unday kishiga qazo namozlarini o'qishda tartibga rioya qilish vojib bo'lmaydi. Demak, bunday kishi qazo namozini o'qishdan oldin vaqti kirgan namozni o'qishi joiz bo'ladi. Shuningdek, bunday kishiga zimmasidagi 6 yoki undan ortiq qazo namozlari bor kishiga, ya'ni qazo namozlarini o'qishda ham tartibga rioya qilishi vojib bo'lmaydi. Demak, bunday kishi bomdodning qazosini o'qishdan oldin peshinning qazosini o'qishi joiz yoki peshinning qazosini o'qishdan oldin asrning qazosini o'qishi joiz. Vallohu a'lam bis-savob. Demak, yuqoridagi ma'lumotlardan umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, qazo namozi o'qiydigan insonda 2 holat bo'ladi. Yoki ahli tartib bo'ladi, yoki ahli tartib bo'lmaydi. Xo'sh, qachon inson ahli tartib bo'ladi? Qachonki qazo namozlari 6 mahaldan oz bo'lsa, ya'ni 5 mahal yoki 4 mahal yoki 3 mahal qazo namozlarini qoldirgan bo'lsa, demak birinchi bo'lib qazo namozini o'qib, keyin vaqti kirgan namozni o'qish kerak bo'ladi. Bunday insonlar ahli tartib hisoblanadi. Qaysi insonlar ahli tartib bo'lmaydiki,
qachonki u insonda 6 mahal namozdan ko'ra ko'proq qazo namozlari bo'lsa. Masalan, soni 10 ta bo'lishi mumkin yoki undan ko'p bo'lishi mumkin. Demak, 6 mahaldan ko'p bo'lsa, u inson ahli tartib kishi bo'lmaydi va qazo namozlarini istagancha vaziyatga qarab o'qiveradi. Agar namozni vaqti kirib qolsa, avval farz o'sha vaqti kirgan namozni o'qib, keyin ketidan qazo namozini o'qisa ham bo'ladi. Agar namozning vaqti kirgan bo'lsa-yu, birinchi qazo namozini o'qib, keyin vaqti kirgan namozni o'qisa ham bo'ladi. Xullas har qanday holatda ham joiz. Qachonki u inson ahli tartib bo'lmasa, ya'ni qazo namozlari 6 mahaldan ko'p bo'lsa. Umumiy xulosa shu, siz azizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shundan iborat edi. Chunki bu masalada juda ham ko'p savollar tug'ilyapti musulmonlarimizda. Inshaalloh agar mana shu savolga o'zingizda javob topgan bo'lsangiz, Alloh taolodan savob umid qilib qolamiz. Alloh taolo barchalarimizni namozlarimizni qazo qilmay, o'z vaqtida o'qimoqlikni nasib qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.